Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanida sodir bo'lgan janjal aks etgan video keng tarqaldi va jamoatchilik e'tiborini tortdi. Voqea yuzasidan turli fikrlar bildirilmoqda. Xo'sh, kelishmovchilikka aslida nima sabab bo'lgan? Tomonlardan qaysi biri haq edi? Ushbu savollarga aniqlik kiritish maqsadida manzilda bo'lgan muxbirimiz Muhriddin Jalolov holatni joyida o'rgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video tafsilotlarini o'rganish maqsadida Ko'kdala tumani O'makay qishlog'iga yetib keldik. Ushbu yer tufayli fermer xo'jaligi rahbari hamda fuqarolar o'rtasida kelib chiqqan janjal ichki ishlar xodimlarining aralashuvi bilan to'xtatib qolingan. Hozirda mazkur holat bo'yicha fermer xo'jaligi rahbari hamda fuqarolarga mikrofon tutamiz. Ma'lum bo'lishicha, fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan yerga O'makay qishlog'i fuqarolari chorva mollarini boqib yurgan. Shundan so'ng fermer xo'jaligi yerini sotib olgan fuqaro ularga bu yerda mol boqmasligini ma'lum qilgan. Agar chorvani bu yerda o'tlatsa, ma'lum miqdorda pul to'lashini aytgan. Hozirgi kunda Hayitov hokim to'sqinlik qilib kelyapti. Hozir kunda har bir qo'y uchun 50 ming so'mdan menga soliq to'laysan deb. Unga sabab masalan sizning hujjatingiz bormi? O'sha ijara hujjat olganmisiz? Ijara hujjat olganman. Veterinariyaga o'tdi. Veterinariyadan men ro'yxatdan o'tkazishga ariza berganman. Meni arizamni bekor qilyapti-da, Sadenov Baxtiyor nomiga rasmiylashtirib beryapti. Mazkur holatdan so'ng fermer yerni haydatish uchun texnika olib kelganda fuqarolar traktorga qarshilik qilib, yerni haydatishga qo'ymagan. Shundan so'ng ikki tarafga janjal chiqqan. Ichki ishlar bo'limi xodimlarining aralashuvi bilan kelishmovchilik bartaraf qilingan. Aybdorlarni esa profilaktik suhbat qilish uchun bo'limga olib ketilgan. Men bu yerga yaylov bo'lsin deb chiqdim. Yaylov bo'lsin. Mol qo'yimizni bog'ayiq dedim. Ichastkavoylarga ham juda ko'p gilandim. Hech qilsa bir salqin boqsin deb. Voqeaga aniqlik kiritish uchun fermer xo'jaligi yerini ijaraga olgan fuqaroga yuzlandik. Tuman hokimining qaroriga asosan 37 gektar lalimi haydaladigan yer, 16 gektar yaylov va 1 gektar yer osti yo'llardan jami 54 gektar yer bizga dehqonchilik qilish maqsadida ajratilgan 49 yilga. Mana shu yerda bir 4-5 ta fuqarolar Hayitov Erkin boshchiligida, Bahriyev Ortiq boshchiligida ayollarni jalb qilib bizni mana 2025-yil noyabr oyidan to hozirgi kungacha shudgor qilishimizga qarshilik ko'rsatib keldi. Bu to'g'rida biz tuman ichki ishlar bo'limiga hamda prokuraturaga murojaat qilganmiz. Mana shu tartibbuzarlarni tartibga chaqirib, tushuntirish ishini olib borib, bizlarni shudgor qilib, g'alla ekishni ishimiz kerakligini aytganimizda haqiqatan ichki ishlar bo'limidan xodimlar borib tushuntirishga olib bordi.